Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi Antuan de Saint-Exupéryning Kichik shahzoda allegorik ertagini taqdim etadi. Kichik shahzoda allegorik ertak Antuan de Saint-Exupéryning mashhur asari. Asarda kichik shahzoda koinotdagi turli sayyoralarga, shu o'rinda Yerga tashrif buyurganligi haqida hikoya qilinadi. Kitob yolg'izlik, do'stlik, sevgi va yo'qotish mavzulariga bag'ishlangan. Bolalar kitobining uslubiga qaramay, uning qahramoni hayot va inson tabiati haqida hikoya qiladi. Birinchi marta 1943-yil 6-aprelda Nyu-Yorkda nashr etilgan. U butun dunyo bo'ylab 140 million nusxadan ko'p sotilgan va eng ko'p xarid qilingan kitoblar ro'yxatidan joy egallagan. Kitobdagi rasmlar muallifning o'zi tomonidan yaratilgan. Bu tasvirlar asarning asosiy qismidir. Ertak qahramonlarining o'zlari chizmalarga murojaat qiladilar va ular haqida bahslashadilar. Kichik shahzodadagi noyob tasvirlar til to'sqinlarini yo'q qiladi va hamma tushuna oladigan ko'rinishda bo'ladi. Antuan de Saint-Exupéry kitob haqida shunday deydi: barcha kattalar avvali bola bo'lgan, ammo ulardan kamchiligi buni eslaydi. Asarning bosh qahramoni hech qachon qarimaydi. U bizni atrofimizdagi haqiqiy qiymat haqida o'ylashga taklif etadi. Kichkina shahzoda hammamizning ichimizda mavjud bo'la. Motivatsiyangiz yoki dunyodagi ko'rish usulingiz bolalikdagi qalbingiz. Kitob shunchalik samimiyki, kayfiyatga yoki uni o'qiyotgan yoshingizga qaramay to'liq o'ziga jalb etadi. U sizga har safar biror yangi ta'limot beradi. Kitob juda ko'p tillarga tarjima qilingan. Asar yosh bolalar uchun ibrat sifatida o'qib berilishi mumkin. Uni o'qib chiqish bolalarcha orzu qilishni to'xtatgan kattalar uchun ham zarur. Hayotning og'ir tashvishlarini unutib, asarni o'qib chiqing. Yengil tortasiz. Dunyoga bolalarcha yengil nigoh bilan qarab yashasak, muammolar miyamizdagina mavjud ekaniga amin bo'lamiz.